Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Ming Jenju Turkiyada ziyarati bo'ldi. Ming Jenju boshchiligidagi o'makning Anqaradagi ziyarati Turkiyadagi Uyg'urlarni bearam qildi. 18 noyabr seshanba kuni Xitoy Kommunist Partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi Ming Jenju boshchiligidagi bir o'mak Turkiyada ziyarati bo'ldi. Bu ziyoratga atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik jamoat xavfsizlik idorasining muavin boshlig'imi birga kelganligi bildirilgan bo'lsa-mu, bu kishining Xitoy yoki Uyg'ur ekanligi oshkorlanmadi. Xitoy hay'atining bu ziyorat to'g'risida Sharq Turkiston ma'rifat va hamkorlik jamiyati rasmiy to'rbatida bir bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda Uyg'urlarning bu ziyoratni diqqat bilan kuzatayotganligi, ziyoratda Xitoy Davlat bexatarlik ministerining o'rin elishi Uyg'urlar uchun yaxshi alomat emasligi ta'kidlangan va Turkiya hukumatidan bu ziyorat to'g'risida tushuncha berishi talab qilingan. Davlat raisi Erdo'g'an Ming Jenju boshchiligidagi Xitoy hay'atini Jumhuriyat saroyida qabul qildi. Muxbirlarga yepi qalda elib berilgan bu uchrashishda nima to'g'risida suhbat o'tkazganligi maxfiy tutildi va muxbirlarning faqat rasm tortib olishiga ruxsat qilindi. Xitoy hay'ati yana Turkiya bosh ministri yordamchisi Ali Babajan, Turkiya Davlat bexatarlik idorasi bosh kotibi Sayfullah Hoji Mufti o'g'li bilan ayrim uchrashgan. Xitoy hay'atining bu uchrashishlari muxbirlarga yepi qalda elib berilgan bo'lib, bu ziyoratda nima to'g'risida so'zlashganligi to'g'risida hech qanday uchur berilmadi. Turkiya matbuotlarida bu vaqtda berilgan uchurlarda ikki tarafning faqat iqtisodiy, siyosiy va bexatarlik sohasida o'zaro munosabatlarni kuchlantirish to'g'risida suhbatlashganligi ilgari surildi. Bu uchrashishda Turkiya Cumhuriyeti raisi Erdo'g'anning yanida Turkiya Milliy istixborot tashkilotining mas'uli Hakan Fidan qatorliq 7 nafar davlat rahbarlari o'rin oldi. Ming Jenju boshchiligidagi hay'atni Turkiya Ichki ishlar ministri Afgan Alami qabul qildi. Ichki ishlar ministrligidagi uchrashishga Xitoy hay'ati orasidan o'rin olgan Xitoy Davlat jamoat xavfsizlik nazoratining muavin ministri qatnashdi. Turkiya matbuotlarida bu vaqtda berilgan uchurlarda ikki tarafning faqat iqtisodiy, siyosiy va bexatarlik sohasida o'zaro munosabatlarni kuchlantirish to'g'risida suhbatlashganligi ilgari surildi. Sharq Turkiston ma'rifat va hamkorlik jamiyatining bayonotida mundaq deyilgan: Chet ellardagi butun Uyg'urlarning diqqatini tortgan bu ziyorat Sharq Turkistonliklar tomonidan andisha ichida kuzatilyotdi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoy hay'atining mushundaq bir sezgur vaziyatda bu ziyoratni elib berishining maqsadi aniq bo'lsa-mu, Turkiya hukumatidan bir mantiqliq tushuncha berishini kutamiz. Yaqindan buyon Sharq Turkistonda ishg'olchi Xitoy kuchlar tomonidan shiddatli shaklda davom qilayotgan qurolliq bostirishlar, kishilik huquq dafsandichiliklari, qatliam va o'lim jazolarining texmo avj elishi bilan ona vatanni tashlab dunyoning o'xshamagan davlatlarida necha minglagan Uyg'ur oilalar, kichik bolalar va ayollar ming bir mushaqqat va fojiali qiyinchiliklarga duch kelyotdi. Dunyodagi murakkab masalalar, islom dunyosining ichinishlik vaziyati va Turkiyaning rayondagi murakkab qiyinchiliklar bilan tepishayotgan bir mezgilda Xitoyning davlat bexatarlik ministrligiga o'xshash sezgur tashkilotlarning Turkiyaga kelishi hech bir yaxshi alomat emas. Qo'shlab zulm Uyg'urlarni Taylanddan qochishga majbur qilmoqda. Taylandning janubidagi tutib turish o'rinlaridagi nachar turmush sharoiti 8 oydan ko'proq vaqtdan buyon bu yerda tutib turilayotgan 100 dan ko'p Uyg'urni qochishga majbur qilgan. Taylandning janubidagi hukumat tutib turish o'rinlaridagi nachar turmush sharoiti 8 oydan ko'proq vaqtdan buyon bu yerda tutib turilayotgan 100 dan ko'p Uyg'urni qochishga majbur qilgan. Bularning ko'pinchisi ayollar va bolalar bo'lib, Taylandning janubidagi hukumat tutib turish o'rinlaridagi nachar turmush sharoiti 8 oydan ko'proq vaqtdan buyon bu yerda tutib turilayotgan 100 dan ko'p Uyg'urni qochishga majbur qilgan. Bularning ko'pinchisi ayollar va bolalar bo'lib, bu yil martda Taylandning janubidagi Songkhla viloyatining Malayziya chegarasiga yaqin bir o'rmonlikda gumonliq atkazchilar lagerini izlayotgan soqchilar tomonidan bayqalgan 300 dan ko'proq Uyg'urning bir qismi ekan. Bu yil martda bu bir turkum kishilar bayqalgan vaqtda garchi ba'zi axborot vositalari ularning bir qismining turk ekanligini xabar qilgan bo'lsa-mu, lekin Tayland hukumat taraf bu kishilarning Xitoyning g'arbiy shimolidan qochib kelgan qonunsiz ko'chmanlar ekanligidan gumonlanganligini bildirgan. Xabar qilinishicha, Tayland ko'chmanlar idorasi 170 dan ko'proq ayol va bolani Songkhla viloyatining hukumat qarmog'idagi panohlanish o'rinlariga o'rnashtirgan bo'lib, erlarni davlat tabiiligini aniqlash uchun bir qancha o'rindagi ko'chmanlar idorasining tutib turish o'rinlarida tutib turgan. Bu yerdagi turmush sharoiti intayin jafoliq bo'lib, ulardan bir ayol Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbiriga mundaq degan:
Tamaqimiz bek nachar. Yana kelib kundan kuniga ozlab ketyotidi. Hammaylarni qichishqoq besib ketgan bo'lsa-mu, lekin ular bizni doktorxonaga opirib boqmadi. Xitoy doiralari doim bu yerga kelib turdi, ham bizni qaytirib akitimiz deb tahdid soladi. Shunga doim qo'rqinch ichida yashaymiz. Biz oxiri Xitoyga qaytib ketgandan va bu yerda tavakkul qilib yashayvergandan qochib ketishni loyiq ko'rdik. U ayol yana monolarni aytdi. O'lib ketganimiz Xitoyga qaytib ketganimizdan yaxshi. Biz shuncha jafo mushaqqatlarni tortib kelgan bo'lsak-mu, hech qanday davlat bizning ahvolimizga ko'ngil bo'lmadi va ishimizga aralashmadi. Agar biz qaytarilsak, Xitoylar bizni tirik yevitishdan yanmaydi. Xitoy axborot vositalari Turkiyaning Tayland turishliq diplomatiya amaldorlarining va Tayland soqchi tarafining bu kishilarning xalqaroliq odam atkazchilarining qo'liga tushib ketishidan ansirayotganligini xabar qilmoqda. Tayland Bangkok pochta gazetining xabar qilishicha 137 nafar jungoliq qonunsiz ko'chman Songkla viloyatidagi belgilangan tutib turish o'rinlaridan qochib ketgan bo'lib, faqat oz bir qismila qaytarib kelingan. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoy doiralarining Xitoyning g'arbiy shimolidagi Sharq Turkiston atalmish Uyg'ur avtonom rayonida yurgizayotgan zo'ravon siyosatlarini fosh qilib, Xitoyning diniy cheklamalari Uyg'ur xalqining madaniyati va tilini assimilyatsiya qilishi va armiya va soqchilarni ishga solib qirg'inchilik elib berishi bu kishilarning chet ellarga qochib chiqishining asosli sababi ekanligini ko'rsatdi. Zalim Xitoy hokimiyati aholisining mutlaq ko'p qismi musulmonlardan tashkil topgan Uyg'ur elida zo'ravon hokimiyatini davom qilayotgan bo'lib, yaqinqi 2 yilda necha minglagan Uyg'ur Xitoy qirg'inchiligida hayotidan ayrildi va chet ellarga surgun bo'lishga majbur bo'ldi. Xitoy doiralari dinga qarshi tashviqotini kuchaytirmoqda. Xitoy Kalpin nahiyasida atalmış dini asabiylikni tugutish bo'yicha adabiyot san'at musobaqasi qanot yaydirmoqda. Xitoy doiralari bir tarafdan 3 xil kuchga qarshi turish nomi bilan Uyg'urlarni diniy asabiylikka o'ringan terrorchilar qatoriga kirgizib, turli bahonalar bilan qo'lga olish, besim ishiltish, jazolash, islomiy kiyinish va islomiy salom soatini cheklash qatorliq yo'lsizliklarni davom qilsa, yana bir tarafdan adabiyot san'at kechiligi va musobaqalarni uyushtirish, milliy madaniyatimiz va diniy e'tiqodimizga zid tashviqotlarni elib berish orqali mazlum xalqimizning diniy e'tiqodini tutashtirib va ularni milliy madaniyatdan yiroqlashtirib, ularning ideyasini burmalab, o'zlarining razil siyosatlarini amalga oshirish uchun xizmat qildirishga urinmoqda. Ijtimoiy uchur aloqa vositalaridan ma'lum bo'lishicha, yaqinda yana dili va tiliga ega chiqishda mustahkam turadigan yerlik urf-odatlarni saqlashga alohida ahamiyat beradigan yurtlarning biri bo'lgan Kalpin nahiyasida diniy asabiylikni tugutish mazmunida adabiyot san'at musobaqasi o'rinlashtirib, o'zlarining ta'tir tashviqot faoliyatini keng ko'lamda elib berishni boshlabdi. Uyg'ur ayollarining uzun kiyim-kechaklarining o'rniga haddidan ortiq qisqa, ham dinga, ham urf-odatga tushmaydigan hayosizlarcha kiyim-kechaklarni kiydirib, sahnaga chiqarib kishilarga madaniyat deb to'ntishga boshladi. Xitoyning bu turlik majburiy ideya o'zgartish ta'lim tarbiyasiga qaytilishni xohlamaganlar bo'lsa, hukumatga qarshi chiqqanlar tizimligiga elindiganligi alohida uqtirilib, tahdid selindi. Shvetsiyadagi Uyg'urlar masjid barpo qilish to'g'risida muzokara olib bordi. Shvetsiya ko'chib kelib yerlashayotgan Uyg'urlarning sonining ko'payishiga ergashib, Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur jamoati Uyg'urlar uchun bir masjidning barpo qilish uchun, Uyg'urlar uchun bir masjid barpo qilish uchun o'zaro muzokara olib bordi. Vatanimiz va O'rta Osiyo mamlakatlaridan Shvetsiyaga ko'chib kelib yerlashayotgan Uyg'urlarning sonining ko'payishiga ergashib, Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur jamoati uchun har namozda Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib namoz o'qish, o'zaro bir-biri bilan bo'lgan mehr muhabbatni kuchaytirish, haftalik juma namozi va 2 hayit namozlarining xutbasini o'z ona tilimizda o'qish, Uyg'urlarda o'zaro to'y-to'kun, nazar-chiroq, ta'lim-tarbiya qatorliq faoliyatlarni elib berish uchun mustaqil bir o'ringa ehtiyojli bo'lib turgan bir paytda Shvetsiyadagi Uyg'ur diniy ziyolilar bir yerga kelib, Uyg'urlar uchun bir masjidning barpo qilinishini planlab, bu yil Qurbon hayit namozida o'ttirg'a qo'ygan edi. 16 noyabr kuni o'tkazilgan Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyatidan keyin Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Ahmad Tursun, Taklimakan Islom madaniyat markazining mas'uli Ömer Mahsum, yurt oqsoqollaridan Faruq Saduq aka va yoshlar guruhining vakili Abdumajid qatorliqlar bir yerga kelib, Shvetsiyada Uyg'urlar uchun mustaqil bir masjid barpo qilish uchun o'zaro muzokara elib bordi. Masjid barpo qilish to'g'risida har qaysi guruh vakillari va jamoatlardan bo'lib, o'zlarining qimmatli fikr takliflarini o'tirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston turklarini unutib qolmaydi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Minister Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç,
Anqarada açılgan Adalet ve Teraqqiyat Partiyasının çoğun yığınıda kılgan sözüde Şarkı Türkistan'ı tilge elip, Şarkı Türkistan Türklerini unutup kalmaylı dedi. Türkiye'nin muavin baş ministeri Bülent Arınç, Ankara'nın Sincan Tenterbiye Sarayı'da açılgan Adalet ve Teraqqiyat Partiyasının Ankara şehirlik çoğun yığında kılgan sözüde Şarkı Türkistan'ı tilge elip, Şarkı Türkistan Türklerini unutup kalmaylı dedi. Türkiye'nin muavin baş ministeri Bülent Arınç yığında AK Partiyaning en muhim hizmetleri ve Ankara'nın Sincan rayonunda amalga oshirmoqchi bo'lgan nishon va g'oyalar haqida to'xtalib mundoq dedi. Sincan kalimasi shoni shavkatlik va jushqun insonlarning mamlakati degan ma'nidir. Bu ism yolg'iz Ankara'da emas, balki O'rta Osiyoning nurg'un yerlaridami yer ismi bo'lib qo'llaniladi. Xitoyning assimilyatsiyasi ostida qolgan Uyg'ur turklarining ona yurtining musulmonlar uchun qonigan bir yara eg'izi ekanligini tilga olgan muavin bosh minister Bülent Arınç u yerning hozirgi ismimi Sincan atilib kelinyotidi. Biroq shunisi aniqki, u yerdagi qarindoshlarni nihoyatda shonu shavkatlik, jushqun bir hayotda yashayotidi deyolmayman. Chunki u yerdagi qarindoshlarimiz intayin ig'ir bisim va zulm ostida yashayotidi. Bu yerda intayin cho'ng qirg'inchiliklar bo'layotidi. Biz Sharq Turkiston turklarini unutib qolmaylik. U yerdagi musulmon qarindoshlarimizga duo qilaylik. Ular bu zulmdan bir kun bo'lsa-mu burunroq qutulishi uchun duo qilaylik. Allohga shukrlar bo'lsinki, ayni zamonda Turkiyaning bosh ministerlik vazifasini o'tayotgan hozirgi Cumhur raisimiz Recep Tayyip Erdo'g'an ayni zamondagi tashqi ishlar ministri Ahmet Davud o'g'li Xitoy davlatiga borganda turli to'salg'ularning bo'lishiga qaramay, men Sharq Turkistonda bu sayohatni boshlayman deb turib Urumchiga bordi va Xitoy hukumat tarafidan Xinjiang deb ataladigan Uyg'ur diyorini ziyorat qildi. Buning uchun bo'lsa-mu u yerdagi qarindoshlarimiz bilan hamkorlik ichida bo'laylik. Ularning ozoda, hur hayotga erishishi uchun duo qilaylik dedi. Xitoy Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi Ming Janju boshchiligidagi Xitoy hay'atining Turkiyaga kelishi bilan tang mushundaq bir bayonotning e'lon qilinishi bir tasodifiylikmi yoki maqsadlik Xitoyga berilgan bir signalmi? Bu tarafi aniq emas. Ammo ministr Bülent Arınçning bu bayonoti matbuotlarda keng tarqaldi. Türkiye'de açılgan Uygurlar hakkındaki yığın g'albilik oyoqlashdi. 2014 yılı hozirgi zaman Türkologiya tadqiqotlari suhbat yig'inlari doirasida chaqirilgan Uyg'ur turklari til, tarix va jo'g'rofiya nomli ilmiy muhokama yig'ini g'albilik oyoqlashdi. 2014 yılı hozirgi zaman Türkologiya tadqiqotlari suhbat yig'inlari doirasida chaqirilgan Uyg'ur turklari til, tarix va jo'g'rofiya nomli ilmiy muhokama yig'ini g'albilik oyoqlashdi. Ankara Üniversitesi Til Tarix Coğrafya Fakültetining hozirgi zaman Türk şiveleri ve Edebiyatı Kafedrasiyasi zalida o'tkazilgan yig'inga fakultetning muavin mudiri, kafedra boshlig'i, Turkiyaning har qaysi joylaridan kelgan tadqiqotchilar, o'qituvchilar va o'quvchilar bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'inda Uyg'urlarning til, tarix, hozirgi siyosiy va ijtimoiy vaziyati qatorliq temalar ustida tadqiqot olib borgan tadqiqotchilar va o'qituvchilar ilmiy leksiya berdi. Yığın jarayonida dotsent doktor Barış Adiballi ideologiyalik ve geopolitik dairede Xitoyning Uyg'ur siyosati, dotsent doktor Genç Omsan Geçer Ayaz İshaqning jurnalistlik faoliyatlari va Turkistonga bo'lgan qarashi, professor doktor Konur Alip Erjilasun yangi davrda Qashqar, dotsent doktor Qutay Karaca Türk-Xitoy munosabatlarida Sharq Turkiston masalasi, dotsent doktor Sayma Salanga Türkiston siyosiy muhojiratiga doir hozirgi zaman Türkiye tarixida ko'rilgan masalalar, ideologiya, Türk inqilobi va siyosiy muhojir hujjatlari. Dotsent doktor Ömer Qul hijratdan keyin chet eldagi Sharq Turkiston da'vosi va Tayvan hokimiyatining pozitsiyasi. Professor doktor Kamal Go'da Qaysariyni poytaxt qilib tanlagan Uyg'ur turklari. Dotsent doktor Vafa Naliband dunyo va Turkiyada turk tillar divoni tadqiqotlari. Dotsent doktor Suat Ünül Tunji Türkçe Kur'an tercümesinde kitap hukumi. Dotsent doktor Abdullah Kök, Xaqaniya davri Türkçilikinin şahitliğinde 11. asırdaki Türkistan'daki adalet qatarlıq temalar üstüde ilmi leksiya sözlep ötüldü. 17 noyabr günü başlanğan yığın 20 noyabr ahırlaştı. 3 gün davamlaşkan yığında Uygurlarning tili, tarihi ve coğrafiyasi to'g'risida bundan keyin elib berilgan yangi temalar o'ttirg'a qo'yildi. Tunulgan Türkolog Professor Doktor Ahmet Bijan Erjilasun Efendi yığınning yepilish nutqida qilgan so'zida Türkiye'de elib berilayotgan Uyg'ur tadqiqot xizmatlariga yuqori baho berdi. U so'zda o'zlarining burun Turkiyada Aysa Yusuf Aliptekin Shukr Turandan boshqa Uyg'urlarni bilmaydiganligini,
bugun Turkiyadagi universitetlarda ko'p sonda Uyg'urning o'qituvchilik qilayotganligini, bu yig'inda ularning dokladini anglab, intayin xursand bo'lganligini va buning Uyg'ur tadqiqotining Turkiyada kuchayganligining ifodasi ekanligini aytdi. Turkiya Ankara Universiteti Til va Tarix Coğrafya Fakültesi uyushtirilgan bu yig'inda 40 mutaxassis Uyg'urlar to'g'risida tayyorlagan ilmiy dokladini sundi. Masjidi Aqsa hammamizning o'rtaq masjidi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Algeriyaga bo'lgan davlat ishlari ziyoratida Algeriya prezidenti Bouteflika bilan elib borgan suhbatida Falastin masalasining o'zlari bilan munosabatining borligini ta'kidlagan holda Masjidi Aqsa hammamizning o'rtaq masjidi, hammamizning eng muqaddas makonlarining biri dedi. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan Algeriyaga bo'lgan davlat ishlari ziyoratida Algeriya prezidenti Bouteflika bilan elib borgan suhbatida Iroq, Falastin, Liviya, Afrika va Yevropa ittifoqi qatorliq nurg'un masalalar ustida muzokara elib bordi va Turkiya Algeriya savdo sanoat munbiri yig'inida qilgan so'zida Masjidi Aqsoga qilingan hujum haqida to'xtalgan Erdo'g'an Falastin masalasining o'zlari bilan munosabatining borligini ta'kidlagan holda Masjidi Aqso hammamizning o'rtaq masjidi, hammamizning eng muqaddas makonlarining biri dedi. İki rahbar Iroqning zamin butunligining ahamiyatini shundaqla Liviya masalasiga qilingan har qanday tashqi mudohalaga qarshi ekanliklarini ta'kidlashdi. Cumhur raisi Erdo'g'an Turkiya Algeriya savdo sanoat munbiri yig'indagi so'zi jarayonida ikki davlat orasidagi eshib berayotgan savdo hajmini tilga ilib o'tdi. Erdo'g'anning Algeriya ziyoratida Falastinliklar orasidagi milliy yorishish masalasi mo kun tartibida bor edi. İsrailiya armiyasining Falastindagi qonliq tajovuzi davomlashayotgan bo'lib, o'tgan hafta Turkiya bosh ministri Ahmet Davutoglu İsrailiyaning Masjidi Aqso qilgan tajovuzini ayiblagan edi. 18 noyabr 2 nafar falastinlik Yerusalimdagi bir Yahudi cherkoviga hujum qilib, 5 odamning o'lishini keltirib chiqargandan keyin İsrailiya bosh ministri Netanyahu İsrailiyaga qarshi barliq qurolli kuchlarga qaytirma zarb berishga buyruq tushirdi va uy chiqish siyosatini asli keltiradiganligini jakarladi. Bu tafliqa falastinliklar orasidagi milliy yorishish masalasi to'g'risida oldimizdagi haftalarda Al-Fatih ve Hamas mas'ullarini Algeriyada kutib oladi. Iordaniyadagi yoshlar yig'inida Sharq Turkiston masalasi o'tirg'a qo'yildi. 13 noyabrdan 16 noyabr kunigacha Quddus yoshlar birligi Iordaniyada xalqaro yig'in ochdi. Bu yig'inda Sharq Turkiston masalasi ham bayon qilindi. Qudus Yoshlar Birligi 13 noyabr kundan 16 noyabr kunigacha Iordaniyaning O'lik dengiz rayonida hozirgi kun tartibida butun dunyoning diqqatini tortgan Aqsa masjidining Isroiliyaning tajovuzchi kuchlar tomonidan tajovuzga uchrashi, Quddusning buguni va kelajagi haqida umumiy muzokara yig'ini ochdi. Bu yig'inga 16 davlatdan yoshlar taklif bilan qatnashgan bo'lib, ummatning eng jiddiy masalasi qatorida o'tirib qo'yilayotgan Quddus vaziyati bilan birga Sharq Turkistonliklarga vakolatan taklif bilan Istanbuldan bu yig'inga qatnashgan Abdusalom Taklimakan apandi Sharq Turkistonning burunqi va hozirgi ahvolidan umumyuzlik doklad berdi. Yig'in qatnashgan 130 nafardan ortiq har qaysi davlatdan kelgan qatnashuvchilar uning bergan dokladini nihoyat ko'ngil qo'yib angladi va yig'in oxirida Abdusalom apandi bilan ayrim ko'rishib, o'zlarining Sharq Turkiston haqidagi tonishi va ba'zi fikrlarini uning bilan o'rtoqlashdi. Shundaqla G'azza musulmonlarning qonigan bir yarisi bo'lganiga o'xshash Türkistanning o'xshashli qonigan bir yara ekanligini bildirdi. Hamda buningdan keyin o'zlarining Sharq Turkistonga bo'lgan da'vo ishlarida texmi yaqindan ko'ngil bildirganligi va qo'llab-quvvatlaydiganliklarini bildirishdi. İsrailiya 10 ming falastinlik kichik bolani turmaga qamadi. İsrailiyaning 14 yilda 10 ming falastinlik kichik bolani turmaga qamaganligi oshkorlandi. İsrailiya 14 yılda 10 ming Falastinlik kichik bolani turmaga oldi. İsrailiya askarlarining 2000 yildan buyon Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida 18 yoshdan kichik 10 mingdan ortiq Falastinlik kichik bolani qo'lga olganligini bildirdi. Falastin ozodlik tashkiloti qarashli asirga elinganlar Oliy kengashi boshlig'i Isra Karaki Ballar haq huquqiy ahdnomasining BDT tarafidan qabul qilinganligining xotira yili munosabati bilan e'lon qilgan yozma bayonotida İsrailiyaning Falastinlik yeshi intayin kichik o'smir bolalarni qamoqqa olganligi, kamsitish va qiyin qistoqqa elish qatorliq qilmishlari bilan mazkur ahdnomaga xiloflik qilganligi shundaqla adil sud qilishni amillashtirmaganligi bildirildi. Iyun aydan beri taxminan 3000 Falastinlik o'smirning qo'lga ilinganligini bildirgan Karaki, qamoqdagi kichik bolalarning %95%ning degudak so'roqsiz qamoqqa ilinganligini va qiyin qistoqlarga duch kelganligini,
hozirmi türmelerde 300'den artıq kichik balaning borligini eskartdi. İsrailiya bu haqda hech qanday bayonot e'lon qilmadi. Falastin asirga ilinganlar jamiyati İsrailiyaning türmelerida taxminan 7000 falastinlik o'smirning tutib turilayotganligini e'lon qilgan edi. Xitoyda yana odam chanash voqeasi yuz berdi. 21 noyabr atigan Xitoyning Qinhuangdao shahridagi bir doktorxonada odam chanash voqeasi yuz berib, 6 sestra va bir boshqaruvchi xodim bo'lib, 7 Xitoy o'lgan va 1 Xitoy og'ir yaralangan. 21 noyabr atigan Xitoyning Qinhuangdao shahridagi bir doktorxonaning sestralar yotiqida odam chanash voqeasi yuz berib, 6 sestra va bir boshqaruvchi xodim bo'lib, 7 Xitoy o'lgan va 1 Xitoy og'ir yaralangan. Xitoyning zuvani bo'lgan markaziy televiziya stansiyasini o'ziga olgan barliq axborot vositalari Qinhuangdao shahridagi bir doktorxonaning sestralar yotiqida odam chanash voqeasi yuz berib, 6 sestra va bir boshqaruvchi xodimning o'lganligi, bir sestraning og'ir yaralanganligi va voqea sodir qiluvchining doktorxona oshxonasida ishlaydigan Li familiyalik Xitoy bo'lib, Xitoy soqchilari tomonidan to'xtatib qo'yilganligini xabar qilishmoqda. Xabar qilinishicha, voqea sodir qilgan Xitoy o'zida ruhiy kasal borligini da'vo qilgan. Xitoy soqchilari yana o'z odati bo'yicha voqeadan keyin naq maydonga berib, voqeani allburun kontrol qilib bo'lganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, voqea sababi va tafsiloti haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyda odam chanash voqeasi ko'payib qolgan bo'lib, Xitoylar Xitoy ichki o'lkalarida yuz bergan va Xitoylar tomonidan sodir qilingan voqealarning yuz berish sababi haqida aniq ma'lumot bermay kelgan. Lekin Sharq Turkistonda yuz bergan yoki Uyg'urlarga chetishlik voqealar bo'lsa, uni terrorlikqa chetib, Uyg'urlarni tutqun qilish va qirg'in qilishni davomlashtirmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik istiqlol xabarlarimiz mush yerda oyoqlashdi. Kelar qatimli programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.